Assalomu alaykum. Qadri baland qadrdonlarim. Yaxshimisizlar hammalaringiz? Sog'monmisizlar? 2025-yil 6-sentyabr sanasida mana yana sizlar bilan diydorlashdik azizlarim. Bugun sizlar bilan birgalikda mana shunday butun tovuqni mana kartoshka bilan birga duxovkada pishiramiz. Xudo xohlasa juda ham ajoyib taom bo'ladi. Mana bitta butun tovuqni bo'laklarga mana bo'lib oldim. Mana shunday bo'laklarga. Mana bir 6-7 dona kartoshka archib, manaki to'rtga bo'lib olganman. Universal priprava, murch, qizil paprika va tuz kerak bo'ladi. Va mayonez solamiz, ketchup solamiz. Mayonez bilan ketchup tovuqimiz yumshoqqina bo'lib, juda ham ajoyib pishib chiqishiga yordam beradi. Keyin ozginagina salatni yog'dan solamiz. Juda ham kam miqdorda. Hozir manaki bo'sh tog'orachamizga mana shu tovuqlarni, kartoshkalarni savolamiz. Mana ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bo'laklab olgan tovuqimni solyapman. Kartoshkani ham savoraman. Xohishga qarab kartoshka solish solmasak, o'zingizni xohishingizga qarab. Lekin biz mana shu tovuq bilan birga pishirilgan kartoshkani juda ham yaxshi ko'ramiz. Ta'mlari juda zo'r bo'ladi. Shuning uchun doim mana shu tovuq yoniga kartoshka ham qo'shib pishiraman. Mana endi mana shu olib qo'ygan ziravorlarimni solaman. Bismillahirrohmanirrohim. Endi bunga mayonez solamiz. Mana 3 qoshiq mayonez soldim. Tovuqni hamma har xil usulda pishiradi. Mana shu usulda ham tayyorlab ko'ringizlar, juda ham ajoyib bo'ladi. Mana ketchup solyapman. Bu ham bir 2 qoshiq osh qoshiqda solasiz ketchupni. Endi mana shu nimani yaxshilab aralashtirib olamiz hozir. Bir xil massa bo'lguncha, mana chiroyli nima bo'lib olguncha aralashtirib olamiz hozir. Mana bunga ozroq yog' ham savoramiz, esimdan chiqibdi mana. Bir 2 qoshiqqanada yog' solamiz. O'simlik yog'i. Hozir endi buni aralashtirib olaman. Hozir hammasini mana shuni aralashtirib olay, ko'rsataman. Manaki chiroyli qilib bir xil massaga kelguncha aralashtirmoq bo'ldik. Endi buni ustidan strech qilib kamida yarim soatga, bo'lmasa 1 soat, qancha ko'p vaqt tursa, shuncha zo'r marinovat bo'ladi. Xolodilnikka qo'yib qo'yamiz buni. Mana shu holatda endi xolodilnikka 1 soatga qo'yib qo'yaman. Mana azizlarim, endi nimamizni olib tovuq go'shtimizni desga teramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Albatta mana shu usulda tayyorlab ko'ringizlar, shunaqa zo'r chiqadi. Sochna bo'lib.
Mana endi oralariga mana shunday mana kartoshkalarni qo'yib chiqamiz. Manaki duxovkani patnosiga chiroylikgina qilib solib oldim. Duxovkani qizdirib qo'yganman. 250 gradusga yoqib qo'ydim duxovkani. Hamma o'zini duxovkasiga qaraydi. Qaysi necha gradusda pishirishini, qancha paytda. Yarim soatga, 40 minutga qo'yaman. Mana usti yana chiroyli bo'lib chiqishi uchun mana qizil paprikadan ozroq sepib qo'yamiz. Xudo xohlasa 35-40 minutda chiroylikgina bo'lib pishib chiqadi. Endi buni duxovkaga qo'yaman hozir. Mana ko'rinishlari. Qarang, juda ham chiroyli bo'ldi. Ta'mlari shunaqa zo'r bo'ladi. Albatta mana shu usulda tayyorlab ko'ringlar sizlar ham. Mana azizlarim. Tavuğumuz pishyapti. Hali unaqa pishgani yo'q. 30 minut bo'ldi hozir qo'yganimga. Hali yana biroz turadi. Mana azizlarim, tavuğumuz pishib chiqdi. Juda ham ajoyib bo'lib chiqdi. Qip-qizilgina bo'lib, mana kuymagan, videoda to'qroq ko'rinyapti. Juda ham ajoyib bo'lib chiqdi. Hozir buni laganga suzaman. Sochni bo'lib manaki. Albatta shu usulda tayyorlab ko'ringlar sizlar ham. Manaki azizlarim, tavuğimizni ham suzib oldim mana. Juda ham ajoyib bo'ldi. Albatta mana shu usulda sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Shunaqa sochni bo'lib chiqadi. Mazali bo'lib. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Albatta videolarim yoqayotgan bo'lsa kanalimga obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada chiroyli izohlaringizni kutaman azizlarim. Hammaga yoqimli ishtaha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda sizlar bilan yana diydorlashaylik.